Shu shurpa yo'rdi sizga tekinga beraveramiz. Faqatgina shu ko'rib turgan videolaringga hozir obatadan like bosib turib, kommentariyaga o'tib, omad so'zini yozib akalar 31-yanvargacha shu ko'rib turgan bitom mishalakalarni kelib bizdan xarid qiladigan bo'lsanglar akalar, narxini eng arzon sutekin narxlarda kelishamiz akalar. Narxidan tashqari shu ko'rib turgan shurpayor naborlarni bonus sifatida qo'shib beramiz. Video davomida ko'rib turgan bitom mishalakalar haqida to'liq ma'lumotlarni berib, narxlari bilan yoritib beramiz. Manzilimiz Marg'ilonda, hokimiyat ro'parasida joylashgan agrotexnikalar do'koni bo'ladi akalar. Ko'rib turgan bitom mishalakalar 220 litrli 1,5 aravagacha loy, rastvor bitonlarni aralashtirib qorish uchun mo'ljallangan bo'ladi akalar. Ko'rishlaringiz mumkin. Ko'p joyda bitom mishalka sotishyapti akalar. Birinchi o'rinda farq qilinadigan joyi tagidagi shesterna valiga qarab olishlikni tavsiya qilamiz. Plasmassali variantlari ham ko'p joyda chiqyapti. Bular chugulli, original, qalin variantidan bo'ladi akalar. Bu bitom mishalkamiz qo'lda yasalgan bitom mishalkalardan farqli jihatlari birinchi o'rinda veslari yengil akalar. Veslari yengilligini hisobiga joyini o'zgartirib, qo'zg'atish uchun ham juda ham qulay holatda bo'ladi. Rama qismlari qalinidan, balonlari shiroki balondan qilib ishlangan. Tagidagi qozon o'q vallari ko'rishingiz mumkin, pachimlikli bo'ladi. O'q vali ham qalin o'q valdan qilib ishlangan. Xo'p, pastkilisi tepasidagi lisiga nisbatan bu bitom mishalkalarimizga qalin bo'ladi, chunki asosiy narsa o'sha pastda aralashib ishlanadi, ko'rishingiz mumkin. Xo'p, sifatlari juda ham zo'r. Motorlari pastlikka ishlaydigan original motorlardan qilib beramiz akalar. Rollarini o'ngga, chapga bemalol legirovkalar qilib foydalansanglar bo'laveramiz, ko'rishingiz mumkin. Qolagan razmerning legirovka bilan shurpayorimizda dishlari, ikkitadan batareykalari ham o'zini komplektida bor akalar. Aytganimdek, bu zavodskoy bitom mishalkamiz pastoklariga ham bemalol effekt bera oladi. Bemalol bitta odam olib turib tirikchiligini o'tkazsa bo'ladi, chunki ikkita qilib beradigan bo'lsa, akalar bir kunda arendasi 50 ming so'mdan, 100 ming so'mdan pul kelib turaveradigan joy akalar. Xo'p, narxlari kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa 3 million 600 ming so'mdan qilib beramiz. Yana bitta ma'lumot sizlarga aytamiz akalar. Xo'p, ko'p joyda masalan mana 220 litrli deb aytayapman. Hozir bunda o'yin ko'p bo'lib ketdi akalar. 220 litrli deb aytiladigan ham 180 litrli bitom mishalkadan kichkina chiqadigan variantlari ham bor. Shunga ahamiyat berib olishni tavsiya qilamiz. Bu bitom mishalkamiz 220 litrli deb aytilinadi, lekin 2,5 million so'mga chiqadigan varianti ham bo'ladi. Bular shu 220 litrli katta variantidan bo'ladi. Kimga narxi qiziq bo'ladigan bo'lsa, to'liq ma'lumot qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda nomer qoldirib ketyapman. Aloqaga chiqib bog'lansanglar, to'liq ma'lumotlarni beramiz. Ishlash videolarini hozirlarga mana qo'yib beraman. Ishlashlari ham juda ham moshni, ovozlari ham bunaqa yo'q, ko'rishingiz mumkin mana. Ishlashlari juda ham moshni holatda ishlab beradi. Pastoklariga ham bemalol effekt bera oladi. Bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Dastavka xizmatlari ham bor, kelishligan holatda qilib beramiz. Shesterlar aylanishini ko'rishingiz mumkin. Sifatlari juda ham zo'r. Telefon qilib bog'lanasizlar.